Qaytadan qilib ko'r. Endi tezroq qil. Yo'qudoyim bu o'zga sayyoralik. Voy, nima deyapsan o? Nima dedi? Bilmasam men britancha bilmayman. Menga holokronni beringlar va hech kim zarar ko'rmaydi. Omadsiz jangchilarga bermaymiz. Sakrab qo'ydim, endi nima qilaman? Ustimdan kulma. Qasos ko'rlar, olg'a. O yo'q, men qaytishim kerak. Menga holokronni ber. Nimagadir senga bergi kelyapti. Jarvis, apetitni yo'q. Qoch oldimdan. Biroz chaproqqa o't, sen tomondan chapga. Ha? Nega? Mana senga. Bas qil. Tezroq qilib ko'r. U meni yonimda turibdi. To'pchalaringni ehtiyot qil. Bas qilsang-chi. Yo'q. Balakat. Hali tugamadi, menda doim ikkinchisi bor. Mana bu yaxshi bo'ldi. Ha. Jenursen, Ustimdan kulyapsanmi? bizning yo'limiz uzoq shekilli. Hozir mening do'stlarimga yordam kerak. Biz yurishimiz kerak deb kim aytdi? Nima qilyapsan? Urushmoqchimisan? Qani ularni adabini beramiz. Men seni boshlig'ingman, Stuart. Yulduzlar jangimi bu? Bu yerda mantiq qani? Sen meni yengib o'tishing kerak. Albatta buni qilaman. Kuni bo'yi buni qila olmasdim. Bu yana nima balo bo'ldi? Bu imkonsiz. Yo'q, men temir odamman. Bu juda osonligidan g'alati bo'lyapman. Mana bunga baho ber. Bu lazerlar diskoteka uchun shundaymi? Bo'la qo'ysang-chi. Ozgina chidab tur. Olg'a. Hatto shilinmadim ham. Shunchaki ozgina o'qlar tegdi xolos. Qanu. Yo'q. Mashinani to'xtat. Hech qachon. Yo'q xudoyim, axir bu Mark Haymer-ku. Men seni holokronni olib ketishingga yo'l qo'ymayman. Sen aralashma, Mark. Bu juda zo'r. Ben, holokronni nima qilmoqchisan? Men bu bilan o'z taqdirimni o'zgartirmoqchiman. Ha.
Voy, nimadir qilsang-chi. Mayli. Yo'q, xudoyim. Voy, mana unda. Yo'q. Malaka. Nima bo'ldi? Holokron. Menimcha baribir men birinchi bo'ldim. Bunday emas. Men alday olmayman, chunki RC'danman. Bari tugadi, qochadigan joying yo'q. Lekin men hali bugunni qutqarib qolmadim. Atrofingga qara, sen shaharni yo'q qilding. Qaradigan narsang qolmadi. Falakat. Seni yengish uchun ko'p kuch ham kerak emas. O'zingga o'zing tilab olding. Mana endi qiziq joyi boshlanadi. Hech qayerga ketmang, yo'qsa o'tamiz. Bu menga yoqmayapti. Ben, bu nima? Bu kuch va kelajak. Biz buni birga qilamiz deb o'ylagandim. Unchalik ham shoshilma, hali bu uchun vaqt bor. Chapga qara, o'rgimchak. Boshqa chapda. Mayli. Yo'q, birinchi qaragan o'ng tomoningda. Men sizlarga nima degandim? Menimcha biz qiziq joyida keldik shekilli. Shundaymi, rahamaqa? Jarvis, videoga ol. Bu menga so'nggi urushni eslatyapti. Ular hazillashyapti, to'g'rimi? Ular meni totib oladi deb o'ylaydimi? Qasos ko'rlar. Bo'lg'a. Yashasin. Ben, menimcha biz. Ya, u qaytib kelish kerak edi. Jarvis, rakidor. Ajoyib, men lazerli qilish topdim. Voy palakat. Ey xudoyim. Nima? Holokron qani? Narsangni yo'qotib qo'ydingmi? Men seni. Qayerga yo'qolib bo'ldi? Bu yana nima bo'ldi? Jarvis uni mo'ljalla. Yo'rgimchak, deyarli men hal qilgandim. Uzr, janob Stork. Uzr. Hammasi joyida, men qayta tiklanaman. Siz o'zingizni qahramon deysizlar. Ammo faqat sayron qilyapsizlar. Siz shunchaki bu kuchni boshqalar olmasligi uchun qo'lga kiritmoqchisiz. Lekin men taqdirimni o'zgartirishim kerak. Qo'lingdagi tikaning bilan birlashib ketdi. Oramizda hech qanday farq yo'q. Nima? Janob Strange, buni siz qildingiz. Buni men qilmadim. Aslida bu urushdan battar. U bizning kuchimiz yaxshilik uchun demoqchi. Og'zingizni yumib, uni menga bering. Yana bir qadam tashlasang, uni yo'q qilamiz. Nega bunday qilyapsizlar? Ben, Nima? taqdirni o'zgartirishimiz uchun bu shart emas. Axir bizda o'zimiz bor-ku. Bilasanmi nima? Umringdagi eng ahmoq. Jenarsan, bularga alohida xona kerak, shundaymi? Bu qanaqa joy? Yana bir imkon. Balki biz shaharni saqlay olmasmiz. Balki umuman kunni qutqara olmasmiz.
Ammo bilasizmi nima? Yaxshi odam yutib, yomon odam yutgan vaqti. Biz qasal solish uchun kelamiz. Xo'sh akalar, kamchilik bor yo'q emas. Sizlar bilan ko'rishguncha deb qolaman. Keyingi dublyajda ko'rishguncha xayr. Agar kamchilik bo'lsa, rostdan ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Janob Strange, bu sizga kerakmi? Yo'q, bizga shu bo'lak kerak. Ovoz berdim, men Dream, tarjimon, o'zi bir report.